Agarda sizda qisqa hayz sikli kuzatilayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Qisqa hayz siklida ham ovulyatsiya kuzatilishi mumkin va homiladorlik ham yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bu qanaqa holatlarda yuzaga keladi? Oldingi videolarimizda aytganimizdek, normal hayz sikli 21 kundan 35 kungacha davom etadi. 21 kundan, demak, kam bo'lgan hayzlar yoki 35 kundan ko'p bo'lgan hayzlar bu normal holat hisoblanmaydi. Agar sizda 21 kunlik hayz sikli bo'ladigan bo'lsa, bunda asosan qonli kunlar 5-6 kun davom etadigan bo'lsa, siz jinsiy aloqani 7 yoki 8 kunlari qilgan bo'lsangiz va sizda ovulyatsiya 9 yoki 10 kunlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta sizda homiladorlik qisqa hayz davrida ham kuzatilishi mumkin bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, albatta mutaxassis ko'rigiga murojaat qiling.